department manager of Teralyte Japanese company. So now, under the UNDP project funded by the Japanese government, we have installed Jokaso, which is sewage treatment plant. The capacity is 20 cubic meter. So now we in this rehabilitation center. So this Jokaso is for this rehabilitation center. So about 300 people stay here, and all their residents come to this town for the treatment. Bu kishi demak Takeshi Tachiro Teralyte kompaniyasining xalqaro munosabatlar bo'yicha bosh menejeri hisoblanadi. Demak ushbu loyiha davlat tashkilotining o'sha rivojlantirish dasturi borasidagi Yaponiya bilan moliyalashtirilgan loyiha hisoblanadi. Shu loyiha bo'yicha biz Teralyte kompaniyasining Jokasu nomli septik tank o'rnatdik. Bu septik tank AE20 nomlanadi, ya'ni 20 metr kubdagi suvni qayta ishlashga moslashgan. Demak ko'rib turganimiz ushbu reabilitatsiya markazi uchun bu septik tank qo'yildi. Bu septik tank hozirgi kunda 300-400 ga yaqin inson uchun foydali xizmat qilishi mumkin. So now let me explain the structure of this Jokaso. So there are 5 chambers. First one, so water comes to this chamber. There are pumps over there. Because this tank is slightly higher than the ground, that's why we pump over there. So first chamber, okay, now first there are 2 treatment types of treatment. One is biological treatment, and the other one is chemical treatment. Also, biological treatment, there are 2 types of types. So one is anaerobic treatment, and the other one is aerobic treatment. Okay, so the first chamber. Water comes just like this. Okay, now water is coming. Okay, from the building. Okay, so this first chamber and second chamber, anaerobic treatment takes place. This bacteria which does not need oxygen. So this is the reason why this is called anaerobic treatment. Okay. Also, okay, so now water goes to first one, second one, and third, and fourth. Okay, here. You see, there are a lot of objects like this. This is home for bacteria, but which is oxygen. So this is called aerobic treatment. So so with these 2 biological treatment, water becomes clean. Okay? Finally, this is the last chamber. Here, chemical treatment takes place. Okay, so we put the chloride tablets here, so that kills disinfecting harmful bacteria such as E. coli, which is found in human waste. Okay, like, and finally, the water goes back to the first chamber, so the water is being circulated. Okay, and finally, the treated water is discharged to there. Underground, so which could be used for gardening, for example. Okay, now. Bu qurilma 5 ta bo'limdan tashkil topgan. Birinchi kelib tushgan suv, birinchi bo'limga kelib tushib, birinchi hisobdagi tozalanishni o'tib, ikkinchi bo'limga o'tadi. Bu hududda bakteriyalar mavjud, lekin bu bakteriyalarning motivasi o'sha chiqindilarni tozalashdan iborat bo'ladi. Undan so'ng mahsul uchinchi bo'limga o'tilganda bu tomondagi bakteriyalar doimo kislorod bilan ta'minlanib turishi kerak bo'ladi va kislorod bilan ta'minlanganda bu bakteriyalar ishlashni boshlab suvni yanada tozalashga imkon beradi. Xuddi shu tarzda demak 5-bo'limga o'tgandan so'ng bu hududda dastlabki 2-, 3- va 4-bo'limda biologik tozalanish amalga oshirilgandan so'ng 5-bo'limda kimyoviy tozalanish amalga oshiriladi. Unda maxsus xlorin o'sha idishni qo'yib qo'yiladi bu tomonga va mana shu usul yordamida suv tozalanib bu bo'linma yordamida yana birinchi etapga qaytib boradi. Bu demak suvi yana ham ko'p etapda tozalanib keyingi etapga o'tishga yordam beradi. Faqat tozalangan texnik suvgina oxirgi etapga o'tib, demak keyingi rezervuarimizga o'tib boradi va unda texnik suv paydo bo'ladi. This is the air pump. This is the crucial part of Jokaso because without this, bacteria die out. Because just like humans, bacteria need oxygen, air. So this one provides bacteria with air. So this should not stop. Okay. Demak bu havo purkagich, kislorod purkagichlar hisoblanadi. Bular ham nasos sifatida ishlaydi va bular mana shu 3 va 4-bo'limlarga kislorod yetkazib beradi. Bakteriyalar xuddi insonga o'xshab kislorodga muhtoj bo'lgani uchun bular doim
ta'minlantirish kerak. Agar ular to'xtab qoladigan bo'lsa, kvartiradan olib qoladi. Bu jo'ka suvi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. So finally, about the maintenance, about twice a year, we must extract sludge and scum, which is formed on the surface of this waste, the bottom, but later we will find sludge after operation. So about twice a year we must extract the sludge and scum with a vacuum, just like that. Demak, bularni o'sha xizmat ko'rsatilishga keladigan bo'lsa, yiliga 2 marotaba tozalashni amalga oshirish kerak. Buning uchun birinchi bo'lmadagi mana shu bo'lmadan maxsus suv tortgich apparatlar yordamida o'sha keraksiz to'planib qolgan qum qatlamlari olib tashlanishi kerak bo'ladi. Bu jo'ka suvni o'sha yaxshi ishlash uchun kerak bo'ladi. Kimyoviy tozalashni amalga oshiruvchi tablet esa yiliga 1 marta almashtirish kerak bo'ladi. Keyingi yilga qo'yiladigan tabletni biz ta'minlab beramiz. Yes, as he mentioned right now, chlorine tablet must be always here, okay, for the disinfection. So finally, as for the performance, this Jogaso is capable of making water 10 times cleaner. Okay, so let me take Japan for example. 1970s and 80s in the past, Japan used to be the most polluted country in the world. But now the country is famous for the cleanest water environment in this world, thanks to this Jogaso. So I wish this Jogaso can improve the water environment of Uzbekistan. I wish. Thank you. Jo'ka suvni o'sha ta'siri haqida gaplashganda, tajribadan shuni ta'kidlab o'tdiki, 1950-60 va 70-yillarda Yaponiyada bir shunaqa muammo yuzaga keladi. Ya'ni mana shu chiqindi suvlar yig'ilib shaharlarda biroz qiyinchiliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Shunda mana shu yapon xalqi aynan shunaqa texnologiyalar yordamida suvlarni qayta ishlash, ularni ko'proq effektiv foydalanishiga olib keluvchi texnologiyalar yaratishga bel bog'lashadi. Va bu narsa hozirgi kunga kelib Yaponiyada dunyoda mana shu chiqindi suvlarni qayta ishlash, ular bilan munosabatlarda effektivlikni oshirish bo'yicha birinchi o'ringa olib chiqqan hisoblanadi. Hajimasan shuni aytib o'tdiki, tilaymanki O'zbekiston ham mana shunaqa texnologiyalar yordamida suv bilan bog'liq bo'lgan muammolardan xalos bo'lib, yana ham tabiatni atrof-muhitni asrashga yordam beradi. Agar shu savollar mavjud bo'lmasa, jo'ka suvi ko'rinishi shu tarzda bo'ladi. Boshqa apparat unda demak birinchi va ikkinchilar yordamida biz nasoslarni boshqaramiz. Bu jo'ka suviga kelib tushadigan nasoslar. Birinchisini yoqishimiz mumkin bo'ladi va ikkinchisini yoqishimiz mumkin bo'ladi. Bular yonganda mexanik tarzda suv kelishni boshlaydi, o'chirish mumkin bo'ladi. Agar o'ng tomonga buradigan bo'lsak, bu mana timer ishlashni boshlab chiqadi. Timer misol uchun 19 daqiqa ishlamay turishi mumkin va 1 daqiqa suvni tortib berishi mumkin bo'ladi. Bu nimaga qulay? Chunki jo'ka suvni o'sha suvni qayta ishlash hajmlariga moslangan tarzda va nasosni quvvatiga kelib chiqqan holda mana shunaqa avtomatik tarzda ishlagani, demak nasoslarni effektiv ishlashiga olib keladi. Demak, bu uchinchi tugmacha yordamida biz o'sha tozalangan texnik suvni olishimiz mumkin bo'ladi. Qurilma o'sha yopilgandan keyin kranni ochib bemalol o'sha texnik suvni chiqarib olish mumkin bo'ladi. Va to'rtinchisi esa bu mana shu havo kislorod kompressorlar, kislorod tegishlarni yoqib qo'yish uchun kerak bo'ladi. Bular jo'ka suv ishlashni boshlagandan keyin doimo yoqib turish kerak bo'ladi. Asosiy demak e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat. qanday suv kirgan u yoqda? Sunoq qo'yishlarda bolalar mana qo'yadi.